Rasulimiz alayhissalatu vassalam hamma olamlarga rahmat bo'lib keldi. Alloh aytadi: "Estaizu billah va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz sizni butun olamlarga rahmat qilib yubordik deyapti Alloh taolo. Xususan mana shu rahmati ummat uchun va ayniqsa ayollar uchun katta bo'ldi. Tan olib aytishimiz kerak, payg'ambarimiz alayhisalom payg'ambar bo'lib kelgunlariga qadar ayollarning huquqlari bu darajada emas edi. Hatto shu darajada bo'lganki, biz ertaga qiz ko'rsak, qizimiz katta bo'lib kimdir jufti haloli bo'ladi, biz bilan himoyada bo'lmaydi, u qilmaydi, bu qilmaydi, orlanib, o'shindan uyalib qiz ko'rganidan hatto qizlarni tirikligini ko'mib yuborish holatlari bo'lgan johiliyatda. Boshqa o'sha arab johiliyatidan, arab jazirasidan tashqari boshqalarda ham ba'zi bir qavmlar bo'lganki, eri o'lsa ayolini birga ko'mib yuborgan, mumlab yuborganlari bor, birga yoqib yuborganlar bor, jaholat. Shu ayol sabab. Ammo lekin payg'ambarimiz alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganlaridan keyin Qur'oni Karimdagi eng katta suraga Alloh taolo An-Niso, ayollar degan nomni bergandan keyin va payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam ayollarni hurmat va ehtiromini qilib, buyuk bir ona buning oyog'i ostida jannat bor deb o'rgatishliklari, qiz bola ota-onani do'zaxdan to'sib qoluvchi pardasidir deyishliklari, qizni yaxshi tarbiya qilganlarga jannatni va'da qilinishliklari mo'min musulmonlarni ayollarga bo'lgan hurmatini, ehtiromini oshirdi. Ya'ni bu illat, bu kasallik payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tomonidan Allohning buyrug'i bilan muolaja qilindi. Endi hozirga kelib biz musulmon o'laroq ayol deganda mana shuni tushunib, ularga shu munosabatda bo'lyapmizmi, qanday munosabatda bo'lyapmiz, buni bilishimiz kerak. Dinimiz ayol kishini tug'ilib, voyaga yetib, turmush qurib, olamdan o'tgunga qadargi har jarayonida ularning himoyasi, ularning ta'minotini erkakning zimmasiga yuklab qo'ydi. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki: "Estaizu billah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Mana o'sha oyat karima. Ya'ni erkaklar ayollar ustidan oila boshlig'i sifatida qoyim turuvchidir. Ular qoyim turadi, ular rahbar bo'ladi, lekin bu degani ularning ta'minoti, ularning himoyasi hammasi mana shu erkakning zimmasiga yuklatiladi. Qiz bo'lsa ota, ota bo'lmasa aka, uka qaraydi. Hech qachon o'zini ko'chaga yolg'iz tashlab qo'yilmaydi islom jamiyatida. Ota bo'lmasa aka ukasi, aka ukasi bo'lmasa amakisi, tog'asi, kim bo'lsa-ki qaramog'iga oladi, lekin hech qachon ko'chaga xor qilmagan. Qiz bola uyiga baraka olib kelgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qizlarni yaxshi ko'rganlar. Qizlarning huquqlarini himoya qilganlar. Hatto bir kuni bir sahoba kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytdilarki: "Menga bir guvoh bo'lib qo'ying, men topgan, qoldirgan merosimni bo'lmoqchiman, taqsimot qilmoqchiman. Shuni bir bo'lib, shunga siz guvoh bo'ling. Men bana bu narsani palonchiga, pistonchiga o'g'illarini aytib chiqyapti, farzandlarini." Rasulimiz alayhisalom: "Qizlaring bormi?" dedilar. "Qizlaringga ham shu narsa bormi?" "Yo'q, qizlarimga bermadim" dedilar. "Unda mendan boshqasini bu ishga guvoh qil" dedilar. Ya'ni bunaqa adolatsiz bo'lgan ishga men guvohlik bermayman dedi. Meros haqqi qizlarda ham borligini o'rgatdilar. Qizlarni ham hurmat qilishlikka o'rgatdilar. Bir kuni bir sahobaning uyiga mehmonga boruvdilar. O'g'illari yugurib kiruvdi, hali o'g'lini erkalatib, boshdan o'pib, hammaga ko'rsatib, tizzasiga o'tkazib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida juda "Mani o'g'lim" deb maqtadilar. Keyin qizi kirib keluvdi, qiziga bunaqa munosabatda bo'lmadi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom: "Sen adolatsizlik qilma, qizingga, o'g'lingga qanaqa munosabatda bo'lsa, shunday qilgin" dedilar. Aksincha o'zi qiz bolaga ko'proq e'tibor qaratishlik talab qilinadi. Chunki qiz bola kelgusida ona bo'ladi. Ummatning tarbiyachisi bo'ladi. Shuning uchun qiz bu juda ham ulug' ne'mat. Men afsuslanib gapiramanki, hatto hozir ham qiz ko'rganligi uchun kelindi, ayolini jazolayotgan, janjal qilayotgan erkaklar borligidan hayron qolaman. Agarki biz hozir o'sha tarixni varaqlab
Sizlarga bor tarixni o'sha sahobalar hayoti belgilangan sahih tarixlardan olib, sahoba onalarimizni o'zlarini bergan guvohliklari bilan qizlarni qanaqa qilib ko'mib yuborilganini sizlarga aytsam, qalbingiz ozor topib bo'lishi mumkin emas. Ota ham shunday bo'ladimi? Nahotki yurgan qizini shundoq ko'mib ustidan tuproq tortib oladi, shuna qilish mumkinmi deb aytamiz. Hozir bu yerda o'tirgan hammamiz aytamiz, bo'lishi mumkin emas. Ota bunday qilishi mumkin emas deymiz. Lekin yaxshi tafakkur qilib ko'raylik azizlar. Yana bir necha asr o'tgandan keyin keyingi avlod bizni bugun yashayotganlardir. Hozir biz narigilarga g'azablanib bo'lishi mumkin emas degan savolni bizga ham qo'yadi. Ko'rib turib qiz ekan deb turib ogiz orasan, buni yo'qotasan deyotgan erkaklarning guvohi bo'lyapmiz. Bizga kelib ayollar yig'layapti. 3-chi qiz bo'lib qoldi, 4-chi qiz bo'lib qoldi, lekin erim bo'ldi qiz bo'lsa kerak emas. Ogiz orasan deyapti. Meni eri bilan gaplashdim bittasini, aytayapmanki, birodar, ancha katta bo'lib qolgan homila. Men aytdim, mana bu qizingizni hozir qo'lchalarini maydalab tashlab yuboralaysizmi? Yo'q, qila olmayman. Axir bu ham bola-ku, hozir shunaqa aytyapsiz. Ogizib yuborish degan, uni maydalab olib degan, u tirik jon turibdi onani qornida. Aybi qiz bo'lganligi uchun. Ha, endi tug'ilmadi-ku hali, bunaqa bo'lmaydi. Shuning uchun erkaklar biz bir narsani bilishimiz kerakki, ayol kishi yoki erkak kishi o'zi xohlab farzandning jinsini paydo qila olmaydi. Sizlar ayol qizlarimizni shunday hurmatini joyiga qo'yib, bu Allohning ne'mati deb bilishimiz kerak.